O'ziga yalinib turib oldingiz, ancha men kelganmiz, bugun yotib ketasiz. Endi mana videoda o'chirib qo'yarasiz-ku. Ha? Siz ham o'chirib turasiz. Endi. O'chirib turasiz? Oh. Adını aytmaydi, namoz akam og'zidan ketib qoladi. Ana shu qo'yadi. O'da. Ha. Ya kelgan olasiz, mayli. Muhiddin bilan ertaman telefonlashuvdik. To'g'ri. Usta. Muhiddin bilan ertaman telefonlashuvdik. Muhiddin dedim, Ravshanbek siz ham gapga aytdimmi desam, aytdi aka, boraman bu oqshomolga. Bugun maza qilib o'tiramiz gap dedi. To'g'ri. Ha deganda kelavermadi Muhiddin. Ha. Keyin Qorasuqli o'rtoqlar telefon qildi. Muhiddin ketyapti. Balonni almashtirishyapti dedi, mashina buzilib qolibdi. Nima aytdim, yo Muhiddinda dami chiqqan. Soat 9da yangi bozorda oldida ko'rishamiz dedingizmi? Ko'rishadigan edik-da. Kelib yarim soat kutdim aka. Ha. Mashina suribdi, o'zingiz yo'qsiz. Naqami? Men o'yladim-da o'zimcha. Ha. Namazov akam to'y qilaman debdi, yo kamiga kirib ketgan. Haqiqatda men keldim. Shu va'dalashgan joyga. Mendan oldinroq kelib, panjaraga suyanib, boshingizni ushlab o'ylanib turgan ekansiz. Ha. Aytdim, Muhiddin boshini ushlab o'ylanib qoldi, yo g'ami katta dedi. Endi yoshi 60 ga borib qoldi aka. Organizmda o'zgarish bo'ladida. Albatta-da. Doim sog'ligidan bog'liq yuradi. Ha. O'zimcha o'ylayman. Namazov akam yo o'tar edi. Siz ham sog'ligingiz yaxshi emas edi, endi yaxshi bo'lib qoldingiz. Ha. Bir oy buni oqsalayotgandingiz. Ha. Qadamingiz qiyshiq bosayotganingizga aytdim, Muhiddin yo o'q yegan. O'tib oriyapti, bir telefon qilib bo'lsa, hol-ahvol so'rab qo'yilsa, urush beryapti, ishing nima dedi. Ha. Atsim kelib aytdimki, boring, o'tingga ham urdi. Endi biz dehqonchilik bilan shug'ullanib turamizda usta. Ha. Savdo ekuvdim. Savdo o'rtoq qilyapman desam, o'rtoqqa yordam beraman deb keldi. Ha. Tagati ham yo bo'lmasa tutdi panasida yotibdi, men aytdim, Muhiddin yo o'rtoqqa yaramaydi. Faqatda bir kun yordam beringlar, chaqirdingiz Hasarga. Chaqiruvdim. Bir kun kelib ishim yoqib qoldi shekilli-da. Ha. Ertasiga ham indiniga ham yana chaqiryapti Mirzo aka. O'zimcha o'ylandim, Namazov akamga yo o'tog'im yoqib qolgan. Uka, men sizni Asharga bekor chaqiribman. Nimaga? Ko'ngilda yordam bermaysizga. Bundan keyin sizga o'tog'im ham yo'q. Ash kezilganda da payqasa Mirzo aka. Endi mana hozir o'taqqa solib qo'yib o'zi damalab o'tiribdi. Ha. Ovqatdan daryo yo'q. Ya undan so'radim, Namazov akam qani desam, unisi gapirib yuboribdi. O o'taqda boshida o'tiribdi dedi. O'taq qiladigan odam ovqat solib kelsa yo'q-da. Ketib boribsiz. Men aytdim, Muhiddin yo egardi qoshida ketgan. Hali yulingan yangi ko'katlar o'taqlarni achib ketdi tekka solib. Ertasiga nima qilyapsini tushuntirib yubordim. Hamroh ovqatni yaxshi ko'rardi, yo o'taqda yeb o'tiribdi. Bize Budulgada yarim ichilgan soqchoy bor edi. Hechcha xizmat qilmasdanlar soqchoyni ichkariga olib kirib ketibdi-da. Men aytdim, Muhiddin savdoni ichiga olib kirib yo ichib o'tiribdi. Muhiddinjon, billa kelyapsak, yo'lda ko'ylak yirtilib qoldi akami. Ha. Men mosevarxonaga kirib ketayda, yo'qolib ketdi 15-20 minut.
Keyin borib mo'ralab o'zim o'yladim-da. Ha. Namozga ham kirib olib, yo tiktiryapti. Men tiktirmadim. Ha. Chevar yo'q ekan. Ha. Igna bilan ipini olib o'zim tikib chiqdim. Buni bilgandan keyin Ravshanga nima dedingiz? Nima debdi? Namozda akam qo'lida igna bilan ip tikavurdim. Yo, tikib chiqdi. Muhudjon, yurtimiz mana kundan kunga obod bo'lyapti. Olaringlar endi.